Assalomu alaykum barchaga. Aynan bugungi videomizda sizlar bilan shaxsiy brendni noldan yuritishni gaplashamiz. Agar siz soha mutaxassisi bo'lsangiz yoki shaxsiy brendga endi kirib kelgan inson bo'lsangiz, noldan hozir sizlar bilan etap-etap qanaqa kontent qilish kerak, shaxsiy brend o'zi nima, qanaqa yuritish kerak, barchasini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kelinglar, shaxsiy brend o'zi nima, shu haqida gaplashamiz. Shaxsiy brend bu odamlarni siz haqingizdagi fikri, sizning qadriyatlaringiz, prinsiplaringiz va odamlar sizga ishonish uchun ularga nima beryapsiz, oshno biladi, masalan siz kimsiz, qanaqasiz, xarakterlaringiz qanaqa, lekin sizni tanimagan, bilmagan odamlar u haqida ma'lumotga ega emas. Demak, siz u haqida ma'lumotni Instagram orqali, ya'ni shaxsiy brendingiz orqali boshqa o'zingizni notanish bo'lgan insonlarga yetkazib berasiz. Endi bitta savol. Shaxsiy brend o'zi nima uchun kerak? Hozirgi holatda nima uchun tadbirkorlar yoki soha egalari shaxsiy brend yuritishyapti? Menimcha bu narsani o'zi ko'pchilik biladi. Shaxsiy brend tadbirkorlar, soha mutaxassislariga birinchi o'rinda ishonchni oshirish. Ya'ni siz shaxsiy brend yuritadigan bo'lsangiz, qo'pol aytganda konkurentlaringizdan ajralib turishingiz va odamlarning sizga bo'lgan ishonchi ko'proq bo'lishi uchun kerak bo'ladi. Chunki siz shaxsiy brendingiz orqali, masalan, realtor bo'lsangiz, sotayotgan uyingizni qo'yasiz, quruvchi bo'lsangiz, topshirgan uylaringizni ko'rsatasiz, yoki doktor bo'lsangiz, natijaga erishgan patsientlaringizni ko'rsatasiz. Aynan bu narsa shaxsiy brend orqali yetkazib beradi. O'shaning uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, ko'proq mijoz jalb qilish. Masalan, siz deylik patsientlaringizning natijasini ko'rsatingiz, qilayotgan ishlaringizni doimiy ko'rsatib boryapsiz va sizni sohangizga ishi tushadigan insonlar agar sizni Instagramda ko'rayotgan bo'lsa, albatta sizga ishonchi oshgandan keyin sizga mijoz bo'lib kelish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Chunki odamlar ko'rganiga ishonadi. Va uchinchisi, boshqalardan ajralib turish. Boshqalardan ajralib turishingizni birinchi sababi bu shaxsiy brendingiz borligi. Masalan, hozirgi holatda hammada ham shaxsiy brend yo'q. To'g'ri, rivojlandi ancha, hamma Instagram ochyapti, yurityapti, lekin doimiy stabil yuritayotganlar baribir kam. Hozirgi holatda bozorda. O'shaning uchun shaxsiy brendingiz bor bo'lsa, siz o'zingizni sferangizdagi konkurentlaringizdan ajraldingiz degani. Endi diqqat qilamiz. Agar siz biron bir soha bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, shaxsiy brend yuritmoqchisiz, lekin nimadan qanaqa boshlashni bilmayapsiz. Bunda siz o'zingizga birinchi navbatda savol berishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, men kimman? Ikkinchisi, kimlar meni kuzatishi kerak? Uchinchisi, kimlarga foyda bera olaman? Aynan shu 3 ta savolga javob berganingizdan keyin siz o'zingizning shaxsiy brendingizni boshlasangiz bo'ladi. Siz o'zingizning nishangizni aniqlashtirib bo'lganingizdan keyin, deylik, men stomatologman, shuncha yildan beri faoliyat olib boraman va shunaqa mijozlarga xizmat ko'rsatganman. Ya'ni o'zingizni avtorangizni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Bunda sizni kim kuzatadi? Uni yoshi, jinsi, o'zi qayerdan kuzatadi? U sizni kuzatishi sizga kerakmi o'zi? U ertaga sizga mijoz bo'lib keladimi? Ularning muammosi nima? Ularga siz qanday yordam bera olasiz? Aynan bu narsani aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni auditoriyangizni. Shaxsiy brend yuritayotganda bu juda ham muhim. Masalan, siz agar noto'g'ri auditoriya tanlab qo'yadigan bo'lsangiz va kontent qilayotganingizda siz o'zingizning auditoriyangizni kimligini bilmasdan kontent qiladigan bo'lsangiz, vaholanki sizga keraksiz auditoriya yig'ilishi boshlaydi. Bunaqa holatda siz rasmotlaringiz ming ko'p bo'lsin, podpischiklaringiz ming zo'r bo'lmasin, sizda sotuvlar umuman bo'lmaydi yoki sizga mijoz kelmaydi. Chunki siz o'zingizning profilingizga noto'g'ri auditoriya yig'ib qo'ygan bo'lasiz. O'shaning uchun kontent qilayotganda va kontent qilishdan oldin o'zingizning klient portretingizni, ya'ni auditoriyangizni aniq bilib olishingiz kerak bo'ladi. Shu bular kimda? Misol uchun qarang, sizda oddiy kafengiz bor va u Toshkentda joylashgan. Siz video oldingiz, chiroyli kontentlar qildingiz, so'ngra montaj qildingizda va unga target yo'qsiz. Lekin targetingiz butun O'zbekiston bo'yicha yoqilyapti. Unda vohadagilar ham ko'radi, vodiydagilar ham ko'radi. Bunaqa holatda faqat Toshkentda ko'rgan auditoriya masalan sizga kelishi mumkin, lekin vodiy vohadan ko'rganlar kelish ehtimoli anchagina pastroq. Bunda nima bo'ladi? Sizni pulingiz bekorga ketgan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan bu shaxsiy brend yuritayotganda ham narsalar bor. Masalan, siz kontent qilayotganda o'zingizning auditoriyangizga mos kontent qilmaydigan bo'lsangiz yoki qanaqadir trend bo'lmaydigan narsalar oladigan bo'lsangiz, sizga tabiiyki noto'g'ri auditoriya yig'ilishi boshlaydi va bu sizga umuman foydasi yo'q. O'shaning uchun maqsadli auditoriyani ikkinchi navbatda aniqlashtirish kerak. Endi uchinchisi, kontent nima uchun kerak degan savol bor endi. Kontent o'zi nima? Kontent, masalan, hozir men olayotgan oddiy video ham bu kontent deyiladi. Instagram chiqayotgan reelslar ham, rasm postlar ham, video postlar ham aynan bu kontent. Kontent orqali siz o'zingizning fikrlaringizni, ishlaringizni, dunyoqarashlaringizni odamlarga yetkazib berishingiz osonroq bo'ladi. Endi kontentning turlari bor. Masalan, siz shaxsiy brend rivojlantirayotgan bo'lsangiz, mijoz kerakmi? Mijoz jalb qiladigan kontent turi bor. Podpischi kerakmi? Unga mos kontent turi bor. Prosmotr kerakmi? Unga mos kontent turlari bor. Hozir sizlar bilan o'shani gaplashamiz. Diqqat qilinglar, shaxsiy brend yuritayotganda oyiga 15 ta, 20 ta yoki 30 ta post chiqarmoqchi bo'lsanglar, shunchaki to'rga bo'lib olinglar.
Birinchisi maslahatlar, ikkinchisi shaxsiy tajriba, uchinchisi natija va to'rtinchisi o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz. Aynan shu 4 ta mavzu bo'yicha 4 tadan yoki 5 tadan kontent chiqaradigan bo'lsangiz ham, o'sha sizni 1 oylik kontentingiz bor degani. Birinchisi maslahatlar. Bu sizni ekspertligingizni ko'rsatadi. Siz o'zingizni mutaxassisligingizdan kelib chiqib, ya'ni vrachmisiz, tadbirkormisiz, o'z fikrlaringizni odamlarga aytish kerak. Masalan, tadbirkor bo'lsangiz, biznes qilayotganingizda qanaqa muammolar bo'lgan va unga qanaqa yechimlar bergansiz? Masalan, necha pul minuslarga kirgansiz va undan qanaqa qilib chiqib ketgansiz va o'zingizni haqiqiy o'sha boshingizdan o'tkazgan va o'zingiz o'sha natijani qilgan ishlaringizni ekspertniy formatda gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi shaxsiy tajriba. Masalan, insoniylik tomonidan qanaqa ishlarni bajarasiz, o'zingizning qadriyatlaringiz qanaqa, missiyalaringiz qanaqa, bu narsani yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi natija. Bunda sizga kelgan patsientlaringiz bo'lsa, masalan, natijasini ko'rsatasiz. Agar tadbirkor bo'lsangiz, qanaqadir biznesingizni ko'rsatasiz va qanaqa daromadlar olib kelyapti. Xullas, o'zingizdagi bor natijani ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Va to'rtinchisi fikrlar. Qanaqadir podkastlarga chiqishingiz mumkin, o'zingizning fikringizni yetkazib, aynan shu narsalarni Instagramingizda yoritib boradigan bo'lsangiz, bu hammasi birlashgan holatda sizni mukammal inson sifatida ko'rsata oladi. Masalan, siz faqat ekspertlik kontent qiladigan bo'lsangiz, odamlar siz kimsiz, dunyoqarashingiz qanaqa nima bilmaydi yoki faqat shaxsiy tajribani gapiradigan bo'lsangiz, o'zi faqat shaxsiyatini gapiradi, hayotini gapiradi, o'zi nima sohada mutaxassis o'zi deb turib, bu narsada ham tushuncha bo'lmaydi. Natijalarni ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda, mashina deb o'ylashi mumkin. O'zingizni podkastlarga chiqib turib, shaxsiy fikrlaringizni yoritmasangiz, ular sizga loyallik bo'lish ehtimoli kamroq bo'ladi. Aynan shuning uchun xuddi shunaqa har xil turdagi mavzularda o'zingizni blogingizni yurishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi ishonch qanday yaratilinadi? Endi shaxsiy brend yuritayotgan bo'lsangiz, eng muhim narsasi bu albatta ishonch. Masalan, sizga odamlar ishonmasa, uning podpischigingiz katta bo'lmasin, hech qanaqasiga siz o'sha aytgandaqa shaxsiy brendingizdan foyda ola olmaysiz. Ishonch bo'lishi uchun nima qilish kerak? Bizani o'zbek mentalitetimizda natija ko'rsatish kerak. Gapdan tashqari quruq gap bilan ish bitmaydi deydi-yu. Xuddi shunaqa narsa bor. Birinchisi, doimiy chiqish kerak. Ko'rinish kerak-da. Bir oy chiqdingiz, yo'qolib qoldingiz masalan. Unda ham o'sha odamlarda negativ foyda bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, haqiqiy bo'lish. Faqat professionallikdan qochish kerak. Orada oddiy masalan oilaviy o'tirganmi yoki qayerdir borganmi, oddiy o'z storiesida ham qo'yish kerak. Hammasi idealni bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha bu odamlarda shubha uyg'onishni boshlaydi. Tем более 2026-yilda. Hozir hamma oddiylikni qo'llab-quvvatlayapti va uchinchisi natijalarni ko'rsatish. Siz o'zingizning natijangizni ko'rsatmas ekansiz, odamlar ming mutaxassisligingizga ishongan taqdirda ham sizdan sota olmaydi nimadir. Baribir odamlarga natija muhim. Shaxsiy brend yuritayotganda sizlar bu xatoliklarni qilmasliginglar kerak. Men bu xatoliklarni sizlarga sanab beraman. Birinchisi faqat sotish. Shaxsiy brend sotishdan iborat emas. U sizni nima deydi? Kelajakka qilayotgan investitsiyangiz, kichkina biznesingiz desa ham bo'ladi. Hozirgi holatda Instagram yoki shaxsiy brendingizni. Unda siz faqat sotadigan bo'lsangiz, auditoriyani vizlatib qo'yasiz. Ular bilan samimiylik yo'qoladi. Va ular o'ylaydi, hozir Instagramda hozir menga yana nimadir sotishga harakat qiladi. Hozir men target yo'qotdimi, oxirida nimadir sotadi. Xuddi shunga o'xshagan tushunchalar paydo bo'lishi boshlaydi va bu narsa hozirgi bozorda juda ham ko'payib ketgan. O'shaning uchun bu xatolikni qilmaslik kerak. Sotuv qilish kerak, me'yorda qilish kerak va o'z vaqtida qilish kerak. Ikkinchisi nusxa olish, ya'ni ko'chirmachilik. Siz o'zingizning yo'nalishingizda kimdir kontent qilyapti, undan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirmang. Ko'chirsa bo'ladi. Qanaqa holatda? Siz undan ilhomlangan holatda o'zgartirish kiritib, o'zingizni kontentingizni, o'zingizning formatingizni yaratgan holatda olsangiz bo'ladi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri ko'chirish bu juda ham katta xato. Insoniylik tomonidan ham, kontent yurituvchi inson tomonidan ham bu xato. Chunki unda yegan narsa sizda albatta o'xshamaydi. Bir xil qilib ko'chirib olish bu juda ham katta xato. Uchinchisi rejasiz ishlash. Masalan, Instagram yuritish boshladingizmi? Bir qo'ymay video yuritadigan bo'lsangiz, bu rivojlanishni anchagina sekinlashtiradi. Nimaga? Chunki Instagramda ham algoritm bor. Masalan, biz o'zimiz ertalab turamiz, choy ichamiz, o'qishga boramiz, o'qiymiz, dars qilamiz, obedimizni qilamiz, yana dars qilamiz, shunaqa. Kundan-kun rivojlanib boramiz, to'g'rimi? Bilim olamiz, yangiliklar olamiz. Instagram ham xuddi shunaqa. Agar biz doimiy narsa qo'yib boradigan bo'lsak, undan keyin prosmotr kattalashishni boshlaydi. Masalan, bir hafta qo'ydik, 2 hafta qo'ymadik, 2 kun qo'ydik, 3 kun qo'ymadik. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, algoritm bizning prosmotrlarimizni kattaroq qilib berishi juda ham qiyin bo'ladi. Va to'rtinchisi tez natija kutish. Bitta narsani bilinglar, tez natija shaxsiy brendda kutish bu xato. Bir xilga aytadi, 1 oyda mamachal turdik, 2 oyda mamnaqa holatda bo'ldik. To'g'ri qilishyapti. Ular nechta? 100 tadan bitta bo'ladigan holatlar ham bor. Lekin reputatsion shaxsiy brend qurib siz natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, kamida 6 oy.
6 oydan keyin sizni auditoriyangiz davomiy kuzatib boradigan bo'lsa, birinchidan sizni mutaxassis sifatida qabul qila oladi, yetarlicha vaqt bor degani, ikkinchisi ekspert sifatida va uchinchisi natijalaringizni ko'rgan holatda va siz nimadir desangiz sizga ishonadigan holatga 6 oyda kamida keladi. Atak 1 yil. Xuddi shunaqa vaqt mobaynida siz agar to'g'ri reputatsion shaxsiy brend yuritadigan bo'lsangiz, sizni auditoriyangiz sizga 100% ishonadigan bo'ladi va siz nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa qiyinchiliksiz sota olasiz. Menimcha o'rtoqlar tushunarli bo'ldi. Endi boshlash uchun sizlarga 3 ta qadam bor. Xolos, aynan bu 3 ta qadamni qilib turib, endi shaxsiy brendingizni boshlasangiz bo'ladi. Chunki siz qanaqasiga yo'nalish tanlashni bilasiz, auditoriya tanlashni bilasiz, qaysi xatoliklarni qilmasligini bilasiz va qanchada shaxsiy brendda natija ko'rsatish mumkinligini bilasiz. Birinchisi yo'nalishni tanlang, ikkinchisi kontentni boshlang, uchinchisi davomiy qiling va o'zingizning shaxsiy brendingizni qarabski boshlab olgan bo'lasiz. Shaxsiy brend bu kelajak uchun qilingan investitsiya desa ham bo'ladi. Nimaga tushuntiraman? Deylik siz hozir o'zingizning shaxsiy brendingizni boshladingiz, pul tikdingiz, kontent oldingiz, video olyapsiz, target yoqyapsiz, pulingiz ketyapti masalan va sizda auditoriya qilyapti. Siz u auditoriyani bitta yig'ib olsangiz, u keyin chiqib ketmaydi. Chiqib ketadi qachonki siz yana o'sha to'xtab qoladigan bo'lsangiz, o'sha ham 100 dan 10 qismi chiqib ketish ehtimoli bor. Va u qolgan auditoriya bu sizning mijozlaringiz. Har bitta mijoz bu pul degani. Masalan, siz oddiy uyda o'tiradigan tikuvchi bo'lsangiz ham, sizning auditoriyangiz bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol kiyimlaringizni sotsangiz bo'ladi. Do'konchi bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa yangi joyga masalan, bu do'konda emasda boshqa joyga borib, yana yangi joy ochadigan bo'lsangiz, u yerda ham savdosi yuradi degani. Nima uchun? Sizda o'sha auditoriya bor degani. O'shaning uchun sizlar tadbirkormisizlar, soha mutaxassismisizlar, ozmi ko'pmi mana shu men bergan tavsiyalarga amal qilgan holatda shaxsiy brendinglarni yuritishni boshlasanglar, albatta bundan xursand bo'laman, xolos. Chunki bu narsa hozirgi holatda bozor talabi hamma qilishi kerak bo'lib qoldi. Menimcha o'zingizlar ham bu narsani bilyapsiz-da. Agar oz bo'lsa ham bu bergan informatsiyam sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib, kuzatib boring va xuddi shunaqa ma'lumotlarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Rahmat.